Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisi O'rinova Dilfuza Shukrullayevna. Bugungi darsimiz fiziologiya va sport fiziologiyasi fanidan mashg'ulotlarni olib boramiz. Mavzumiz fiziologiya faniga kirish. Fiziologiya faniga kirish mavzusining rejasi. Birinchi, fiziologiya fani tushunchasi. Ikkinchi, fiziologiyaning boshqa fanlar bilan aloqasi. Uchinchi, fiziologiyaning tekshirish usullari. To'rtinchi, odam funksiyalarini boshqarilishi. Fiziologiya so'zi yunoncha pris, tabiat, logos, ta'limot, fan ma'noligini anglatuvchi tushuncha bo'lib, shunga ko'ra unga dastlab tabiat haqidagi fan deb qaralgan. Uzoq vaqtlar davomida fiziologiya tibbiyot talablari bilan bog'liq holda rivojlangan. Fiziologiya fanining predmeti fiziologiya tirik organizm, undagi a'zolar, to'qimalar, hujayralar va hujayra tarkibiga kiruvchi elementlarning hayot faoliyati, funksiyasi jarayonlarini organizmning tashqi muhit bilan munosabatlari o'rganiladi. Fiziologiya funksiyalarining turga va individga rivojlanishini, ularning doimo o'zgaruvchan tashqi sharoitga moslanishini o'rganadi. Umumiy fiziologiya muhit ta'siriga tirik organizm javob berishining umumiy qonuniyatlarini, har bir organizmga xos bo'lgan hayotiy jarayonlarni o'rganadi. Xususiy fiziologiya to'qimalar, ya'ni muskullar, nerv va bir qancha to'qimalarni o'rganadi. A'zolar miya, yurak, buyrak va boshqa a'zolar kiradi. Tizimlar hazm, qon aylanish, nafas olish, ovqat hazm qilish funksiyasini o'rganadi. Solishtirma fiziologiya har xil turlarga mansub bo'lgan organizmlar va individual rivojlanishning turli bosqichlarida turgan bir turga mansub organizmlar funksiyasining o'ziga xosligini o'rganadi. Evolyutsion fiziologiya funksiyalarni tur va individga rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadi. Ixtisoslashgan yoki amaliy fiziologiya ixtisosiga, bajarayotgan ishiga yoki yashayotgan muhitga qarab organizm funksiyalarini o'zgarish qonuniyatlarini o'rganadi. Odam fiziologiyasi esa amaliy tibbiyotning nazariy asosi hisoblanadi. Fiziologik jarayonlarning normal holatini bildirgandagina kasallikni davolashda organizm faoliyatining dastlabki holatiga qaytara olishi mumkin. Fiziologiya o'z tadqiqotlariga fizika va kimyo qonunlariga tayanadi va ularning tekshirish usullaridan unumli foydalanadi. Organizmdagi barcha faoliyat, modda va energiya almashinuvi, ya'ni kimyoviy va fizikaviy jarayonlarning amalga oshishi bunga sabab bo'ladi. Fiziologiya morfologik fanlar anatomiya, gistologiya, histologiya bilan chambarchas uzviy bog'liq. Organizm va qismlarning shakli, tuzilishi va ularning funksiyasi o'zaro bog'liq. Ularning makroskopik va submikroskopik tuzilishini va muayyan funksiya yuzaga chiqarayotgan paytda bu tuzilish o'zgarishining bilmay turib organizm funksiyalarini chuqur o'rganib bo'lmaydi. Fiziologiya umumiy biologiya, evolyutsion ta'limotga va embriologiyaga ham tayanadi. Chunki har qanday organizm faoliyatini o'rganish uchun uning taraqqiyot tarixi, filogenezi va ontogenezini bilish lozim. Fiziologiya barcha tibbiyot fanlari bilan uzviy bog'liq. Sog'lom organizmda ro'y beruvchi fiziologik jarayonlar bo'lib olingandagina turli kasalliklarga organizmdagi funksiyalarning buzilganligini tushunish,
kasalliklarni davolashning to'g'ri yo'llarini belgilash, bu kasalliklardan saqlanish mumkin. Fiziologiya eksperimental fan. Fiziologiya hayot hodisalarini kuzatib, turli struktur darajalardagi tizimlardan yoki hujayralargacha sifatli va miqdoriy baho berishga, ya'ni ularni aniq tasavvur qilish va kuzatish natijalarini rasmiylashtirishga intiladi. Organizmdagi biror a'zoning funksiyasi yoki ahamiyatini bilish uchun fiziologiya shu a'zoni yoki uning biror qismini olib tashlashadi. Olib tashlash yoki ekstirpatsiya usuli yoki organizmning yangi joyiga ko'chirib o'tkazish yoki transplantatsiya usuli. Bu usul muolajadan so'ng qanday oqibatlarga bo'lishini kuzatishadi. A'zo faoliyati nerv tizimi ta'siriga bog'liq ekanligini bilish uchun shu a'zoga boradigan nerv tolalari qirqiladi. Denaturatsiya usuli hisoblanadi. A'zolarning qon tomir tizimi bilan aloqasi uzish uchun turli qon tomirlar bog'lab tashlanadi. Yoki bir tomirning markaziy qismi ikkinchi tomirning periferik qismiga ulanadi. Tomirlarning anastomozi usuli gavdaning ichkarisida joylashgan va shuning uchun bevosita kuzatib bo'lmaydigan ba'zi a'zolar faoliyatini o'rganish uchun fistula qo'yish usuli qo'llaniladi. Odam funksiyalarini boshqarilishi. Odam organizmida birorta a'zosining funksiyasi o'zgarish boshqa a'zolar funksiyasiga ham qandaydir darajada o'zgartiradi. Bunday o'zaro bog'liqlik aloqa ayniqsa funksional sistemaga yaqqol kuzatiladi. Bunday sistema organizm muayyan yashash sharoitiga moslashishini ta'minlab beradi. Bugungi mavzumuzdagi nazorat savollari quyidagilardan iborat. Fiziologiya so'zining ma'nosi. Fiziologiya nimani o'rganadi? 3-fiziologiya fanining tarmoqlarini sanang. 4-fiziologiya fanini tekshirish usullari qanaqa? 5-fiziologiya fanining predmeti va maqsadi nimalardan iborat? 6-fiziologiyaga hissa qo'shgan olimlar kimlar? 7-fiziologiyaning boshqa fanlar bilan qanday aloqasi bor? 8-fiziologiyaning morfologik fanlar bilan qanday aloqasi bor? 9 ko'chirish o'tkazish yoki transplantatsiya usuli qanday amalga oshiriladi? 10 ligatura solish usuli qanday olib boriladi? Bugungi mavzumuz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yanada yangi va to'liq ma'lumotlar olish uchun Renessans ta'lim universiteti kutubxonasiga murojaat qilishingiz mumkin.